kunida 10-12 soat ishlaydigan odamlar bor. Lekin ular 3 yil avvalgidek maosh olaverishadi. Nima uchun deb o'ylaysizmi? Qarang, muammo sizning yetarlicha ishlamasligingizda emas. Muammo siz tizimsiz ishlashingizda. Siz har kuni band bo'lishingiz mumkin, lekin agar siz vazifalarni noto'g'ri bajarsangiz, siz shunchaki tezroq charchaysiz, boyroq bo'lmaysiz. Biznesda oddiy bir haqiqat bor. Pul harakat evaziga to'lanmaydi. Ko'rsatgan natijalar uchun pul to'lanadi. Agar siz savdo xodimi bo'lsangiz, nechta vizit qilganingiz muhim emas. Qancha savdo qilganingiz muhim. Agar siz menejer bo'lsangiz, nechta xodimni boshqarishingiz muhim emas. Ularning ko'rsatgan natijasi muhim. Agar siz shunchaki band bo'lsangiz, siz o'smayapsiz. Eslab qoling. Omadni kutib yashamang. Tizim yarating, natija ko'rsating, rahbarga emas, o'zingizga, avvalambor o'zingizga ko'rsating. Kommentda tizim deb yozsangiz, shu haqida ko'proq videolar tayyorlayman.